Opajonim, ushbu kunda sizni hammadan-da o'zgacharoq tarzda tabriklashimizda bizga yaqin insonlaringiz murojaat etganlar va siz uchun chiroyli bir tabrik maktublarini yo'llagan. Nima deb o'ylaysiz, mana shu sirli inson kim bo'lishi mumkin? O'zi bilmadim-u, menimcha O'zbekistondan meni uydagilarim, ota-onam bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, mening mehribonim, go'zal yuzli farishta qizalog'im Anoraxon. Qizim, seni bugungi Allohimga banda payg'ambarimizga chin ummat bo'lgan tavallud kuning bilan tabriklaymiz. Qizalog'im, umring uzoq, tanu joning har doim salomat bo'lsin. Qo'shganing bilan qo'sha qarigan ilohim. Onajon alla aytgin tashnadurman ovozingga, man ku jonim berayin bolam degan har so'zingga. Men hamisha go'dakman, bag'ring sening